Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan bo'lasiz? Toshkent viloyati Yangiyo'l shaharidan bo'laman. Joningiz sog' bo'lsin. Bu hayot tayyormisiz? Tayyormiz? Qarang, savolim sal g'alatiroq. Hozirgi yoshlarimiz nima deb o'ylaysiz? Sovchi orqali turmushga chiqqani yaxshimi, yo o'zlari tanishib, uchrashib, bir-birini o'rganib erga tegani yaxshimi, yo o'ylangani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu savolingizga javob bersam, menimcha baribir bir-birini ozgina bo'lsa ham o'rgangani yaxshi. Sovchi orqali bo'lsa ham baribir mana ota-onalarga sovchilikdan keyin uchrashinglar bir-biri bilan. Uchrashtiring deb aytishadi-yu mana o'g'il tomon. O'shanda albatta uchrashtirish kerak deb o'ylayman. Chunki bir-birini xarakterini bilish kerak. Bilmasdan turib hayot qurib bo'lmaydi baribir. Xo'p, qarang, hozir mana uyiga sovchi kelgandan keyin uni uchrashtiringlar deyapsiz. Lekin bir xilla borki, to'ydan oldin, uchrashuvdan oldin uyga nima deydi, sovchiga kelishdan oldin uchrashib yuradiganlar bor. Unga qanaqa qaraysiz? Endi aslida sovchidan oldin uchrashib yurish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Oldin sovchilar kelish kerak, keyin ruxsat bersa ota-ona, keyin uchrashish kerak. Oldindan uchrashib, bilib, ko'rib yursa, endi hozirgi yoshlarimiz to'g'risi ba'zilari kalta o'ylaydi-da, hayotni kalta tushunishadi. Shuning uchun ota-onasidan yashirib, boshqa qilib uchrashib yurishadi. U noto'g'ri ish deb o'ylayman. Ko'plar shu orqali turmushga chiqib, o'ylanib, misol hayot kechiryapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yigitlar albatta qiz ota-onasi bilan uchrashish kerak-da. Ruxsat bersagina, agar otasi tushunmasa, onasi, hech bo'lmasa ona qizga yaqin bo'ladi. Onasi bilan maslahatlashish kerak-da. Bir-birini yaxshi ko'radigan bo'lsa, tushuntirib aytish kerak. Men haqiqatdan shu qizga uylanadigan bo'lsa, ko'ngli bor bo'lsa, oldindan shuni aytib qo'yish kerak. Men qizingizni yaxshi ko'raman. Shu qizingizga ruxsat berasizmi? Men har zamonda gaplashib, uchrashib turishimga deyish kerak. Endi o'zidan o'zi uchrashib yurish menimcha yaxshi emas deb o'ylayman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.